Assalomu do'stlar. Bugun 14-iyun odatdagi migrantlar haqida sodir bo'lgan real voqealar va migrantlarga oid yangiliklarni hozir bir aytib o'taman. Moskvada ko'chada namoz o'qish mumkin emasligi haqida e'lonlar paydo bo'ldi. Bu safar politsiya noqonuniy migrantlarga qarshi reydlarni shu Sankt-Peterburg va Moskva shaharlarida o'tkazdi. Rossiyada konsullik xizmatlarini mobil dasturi ishga tushirildi. Shu iyun oyidan registratsiya bo'yicha yangi qoidalar kuchga kirdi. Ana endi migrantlarga oid yangiliklar, xabarlarni hozir bir aytib o'taman. Moskva shahrida shu ko'chalarda namoz o'qish kerak emasligi haqida e'lonlar paydo bo'ldi. Rossiyada mehnat migrantlari tomonidan jamoat joylarida namoz o'qishi tez ma'muriy javobgarlikka sabab bo'lyapti. Buni kuzatyapmiz. Ko'p hollarda shu jamoat joyida yoki odamlar ko'p to'planadigan yo'llarda, podyezdlarda, odamlarni ko'di tushadigan joyda namoz o'qib qoladigan bo'lsa, darhol bu yerda politsiya bu kishiga ma'muriy javobgarlik to'g'risida protokol rasmiylashtirishga to'g'ri kelib qoladi. Shu mamlakatdan bu chet el fuqarosini kelajakda chiqarib yuborish uchun qaror qabul qilishiga to'g'ri kelib qolishi uchun men bu haqida alohida to'xtalib o'tmoqchiman. Aynan ajratilgan maxsus joylarga yoki yerimasdan shu masjidga borib, odamlar ko'z tushmaydigan joyda namoz ado etganingizni o'ylayman ayni to'g'ri va muddao bo'ladi. Shuning uchun bu ma'lumotni maksimal do'stlaringiz bilan ulashib qo'yinglar. Shu bilmasdan ko'chada jamoat joylarida namoz o'qib qo'yib, jarima yozdirib olib, shu jarimalar Rossiyaga kirishga taqiq qo'yilishiga sabab bo'lib qolmasin. Bu safargi noqonuniy migrantlarni aniqlashda politsiya Sankt-Peterburg va Moskva shaharlarida tekshiruvlarni o'tkazdi. Sankt-Peterburgdagi kapital ta'mirlash ishlari olib borilayotgan shu Pravda ko'chasida joylashgan televideniye va institut binosida reyd o'tkazildi. Ushbu politsiya tekshiruvlari nafaqat Sankt-Peterburg shahrida, balkim Moskva shahrida ham shu ba'zi bir joylarda noqonuniy migrantlarni aniqlashda shu politsiya doimgidek tekshiruv tadbirlarini o'tkazdi. O'zi shundoq ham Rossiyada mehnat muhojirlariga ishchi kuchi yetishmasligi soni 12 million kishiga yetdi. Bu ko'rsatkichlar yil oxiriga kelib qanchaga yetar ekan? Bunaqa politsiya tekshiruvlarini davom ettiraversa, noqonuniy migrantlarni aniqlashda nafaqat shu noqonuniy, balkim o'zi qasddan buzmagan chet el fuqarolarni mamlakatdan majburiy yoki 10 kun ichida ixtiyoriy chiqarib yuborish to'g'risida MVD qaror chiqaraversa, bu ko'rsatkich kelajakda hozirda 12 million bo'lib turgan bo'lsa, bundan ortishi mumkin. Shu o'rinda yana bir muhim ma'lumot, har yili shu muhojirlarni Rossiya hududiga yetishmasligi sababli norasmiy bo'lsa-da amnistiya chiqar edi. Ba'zi bir muhojirlardan shu Rossiyaga kirishga qo'yilgan zapretlari olib tashlanar edi. O'zidan o'zi. Ya'ni norasmiy bo'lsa-da, hech qayerda bu haqda e'lon qilinmasa-da, shu odatda chet el fuqarosini o'zi ishtirok etmagan, qidvariy qarori qo'llanilmagan, chet el fuqarosi migratsiya qonunchiligini qasddan buzmay, o'zi ishtirokchisiz, o'zi bilmay shu podpunktum 12, 13, 14, 4 shunga o'xshash moddalar bo'yicha sentyabr oyida zapretlar olib tashlanardi ma'lumotlar bazasidan. O'tgan yil bunday holat kuzatilmadi, lekin balkim bu ko'rsatkich shu hozirda 12 million bo'lib turgan bo'lsa, undan ko'tariladigan bo'lsa, yaqin vaqtda mana shunday Rossiyaga yangi ishchi kuchlarni jalb qilish maqsadida har yilgi kuzatilgani kabi amnistiya chiqishi mumkin. Rossiyada o'zbekistonliklar uchun konsullikka shu mobil ilovasi ishga tushirildi. Bu orqali foydalanuvchilar shu elchixonaning manzillarini, o'zlari yashab turgan manzil bo'yicha qaysi elchixona yaqinligi va shu qiyin vaziyatga tushib qolsa chet el fuqarosi Rossiya hududida oylik bilan bog'liq bo'lsin yoki pasportni yo'qotish shu kabi muammolarda o'zlariga yaqin bo'lgan elchixona manzillarini va shu telefon raqamlarini ushbu mobil ilova orqali olishlari mumkin. Men video ostida hozir silka qoldiraman. Ushbu silka orqali o'tib elchixonani mobil dasturini yuklab olishingiz mumkin. Do'stlar, registratsiya bo'yicha yangi qoidalar kuchga kirdi. Ana endi chet el fuqarosi bir manzilda ro'yxatdan o'tib, ana shu manzilda yashamasa, u chet el fuqarosini mamlakatga 5 yilga taqiq qo'yish sharti bilan jarima qo'llashlari mumkin. Bu vakolat to'liq politsiyaga o'tdi. Ana endi iyun oyidan, mana shu oydan chet el fuqarolari registratsiya, ya'ni shu yashash manzillari bo'yicha ro'yxatdan o'tishlari shart. Agar ba'zi bir kishilar shu yashab turgan manzillari bo'yicha ro'yxatdan o'tishmasa, bir manzil bo'yicha ro'yxatdan o'tishgan, aytaylik, registratsiya ma'lumotlar bazasida umumiy qilib olganda bor, lekin u yerga politsiya xodimlari yoki uchastkovoy shunga o'xshash tekshiruvlar o'tkazilganda, bu chet el fuqarosi mana shu ro'yxatdan o'tgan manzil bo'yicha yashamayotganligi aniqlanadigan bo'lsa, darhol politsiya xodimlari bu chet el fuqarosini xabarisiz ham 5 yilga taqiq qo'yishlari va mamlakatdan ixtiyoriy chiqib ketish to'g'risida qaror qabul qilishlari mumkin.
Shuning uchun bu ma'lumotni maksimal do'stlaringiz bilan ulashib qo'yinglar. Hali ham Rossiyada katta hududlarda registratsiya bilan bog'liq muammolar borligi tufayli ko'pchilik shu registratsiyani fiktivniy o'zlari yashamayotgan manzil bo'yicha ro'yxatdan o'tkazib yoki sotib olib shunaqa holatlar ham kuzatilyapti. Bu xatoni qilishmasin, ana endi politsiya yuqorida aytgan holatim bo'yicha bayonnoma rasmiylashtirish mumkin bo'lib qoladi. Do'stlar, sizlarga tayyorlagan yangiliklarim, xabarlarim shulardan iborat edi. O'ylayman, ushbu yangiliklar, xabarlar sizlarga kerakli va manfaatli bo'ldi. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Keyingi yangiliklarda, xabarlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.